Assalomu alaykum do'stlar. Bugun juda muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Stavka qilib yurganlar, qimor olamida yurgan insonlar, ludamonlar ko'pchiligi aytadi menga, nima uchun men qayta shu o'yin ichindaman? Nima uchun men shu o'yinni zararligini bila turib, shu o'yinni yana o'ynayveraman degan savolni berishadi. Bu zaiflik emas, bu miyani o'zgarib qolgani. Bugun sizga qimor, miyani nima qilish haqida va bu o'zgargan miyani to'g'rilash haqida gapirib berib o'taman. O'zi qimor miyada nimani yoqadi? O'ylab ko'rganmisiz? Bizning miyamizda bitta modda bor. Buning nomi dopamin. Bu xursandchilik gormoni. Oddiy hayotda dopamin ish qilganda, maqsadga erishganda, oila, mehnat, ibodatda chiqadi. Lekin qimorda nima bo'ladi? Yutsang ham, yutmasang ham dopamin chiqadi. Chunki miya hozir yutaman degan umidni mukofotlaydi. Shu yerda xavf boshlanadi. Nega odam to'xtay olmay qoladi? Qimor miyani asta-sekin sozlab boshlaydi, nastroyit qilib boshlaydi. Oddiy narsalar qiziq bo'lmay qoladi. Faqat qimor kayf beradi. Aql to'xta deydi. Miya esa yana bir marta deydi. Bu juda muhim gap. Stavkachi yomon odam emas. Uni miyasi kasallikka o'rganib qolgan. Men o'zim ham shu holatdan o'tganman. O'ynab turib, yutqizishlar paytida o'zimni o'zim yomon ko'rib qolganman. Nafratim oshgan o'zimga. Maqsadim nimaligini bilmay qolganman. Aslida esa muammo miyada ekan. Ilmiy haqiqat. Bu odat, buni davolasa bo'ladi. Olimlar aytadi. Stavkalar, qimorlar odatga aylangan miya kasalligi. Lekin buni tuzatsa bo'ladi. Faqat stavkalardan, qimorlardan uzoqda bo'lsangiz, dopamin sekin-sekin asta normal holatga keladi, sog'lom holatga kelishni boshlaydi. Aql kuchayadi, xohishlar kamayadi. Avval qiyin bo'ladi, lekin keyin yengillashadi. Bu ilmiy fakt. Nima qilish kerak? Agar siz hozir qimordan chiqmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni ayblamang. Bu meni miyamdagi odat deb qabul qiling. Stavkalar, qimorga olib boradigan triggerlar, ilovalar, saytlardan, atrofimizdagi qimor ichidagi do'stlardan uzoqlashing. Bo'sh vaqtni to'ldiring. Ibodat, sport, oila, mehnat, kitob o'qish, kun tartibini o'zgartirish bilan boshlang. Miya bo'sh qolsa, qimorni so'raydi. Men ham bir paytlar bu qimor olamidan chiqa olmayman, mendan odam chiqmaydi deb o'ylar edim. Lekin chiqdim. Nima uchun? Chunki miyam o'zgargan bo'lsa ham uni sog'lom qilish mumkin ekan. Agar men chiqqan bo'lsam, siz ham chiqa olasiz inshaalloh. Agar bu video sizga foyda bergan bo'lsa, like bosing. Izohda fikrlaringizni qoldiring. Qimordan chiqmoqchi bo'lgan, qimordan aziyat chekib yurgan odamlarga ulashib qo'ying. Bu kanal qimor tuzog'idan chiqish uchun. Alloh hammamizga sabr va kuch bersin. Ko'rishguncha.